Gelam xaridak yarım haqsiz deb pul degan gapni og'zimga olmayman. 我的天哪！ 14 ko'yim javobatimi, 13 ko'yim javobatimi. Katta lobamla ayrım deyishib olma. Ma gilam yurishdan faoliyat qilib bering degan do'stimiz almash atyaz kirdi. Ma topchan olib ketdi, ma gilamlarimiz bekmaynatib ketdaysizlar. Ma loban o'ngdi qo'yg'ida faoliyat qilib berma. Uzmayling ha. Tinchlik loban. Ma gilamlaringiz necha pulni javobatsiz? Gelamni 10 ko'yin 14 ko'ygacha. 14 ko'yg'icha ajab qimmat yutgansa. Shu gelam turib o'xshamagan ekan, shuni qartab yurimiz endi. Ondan olsa shu fensi do'stlarimiz og'zi uchiqqag'idek darajalam 9 ko'y 9 model faoliyat qilib berang. 9 ko'y 9 mi? Oy qo'shmang deymi? Oy bir ham keling deymi? Siz yomon qilamsiz. Mana qildi. 14 ko'y javobatqanni 12 ko'y. 12 ko'y jug'ini 10 ko'y faoliyat qildi. Onda qilolmas. 9 ko'y 9 model qildi farqi yo'q. Ya menga gelam jug'izgan qamiz xudo va shu shayx xalqning gelimi javobatimi. Asosiyatdan 12 ko'y jug'izgan namiz xudo 14 ko'y javobatimi, 12 ko'y javobatimi. 9 ko'y katta lobamla ayrım deyishib olma. Amma fenslarni bu texim xo'sh haqida hil besh qilib beraya. 9 moni lobam bo'lgan tashvatli 9 ko'yni. Voy, u tashvat qilib bo'lmaydi. Voy, tashvat qilib bo'ldi. Ekran qarang deymi? Voy, Ayzak qarang endi bir. Ha, bu mundaq gapda. Va buyoqqa keling. Ha, menga hamsi. Mana ma gelamni men tek tuniga olgan gelam. Qarayam norozi bo'lganmi dedan 13 ko'ydan olgan gelamdan 14 ko'yda. Men qarang mana do'konda yang olgandek holatda men haq o'xshash yurmayman-da. Haqiqatan pakiz yuribdi do'stimiz a. Do'konda olgan holatda meni qurgandek unda top chiqadigan u bu qoldigan ish yo'q-da. Endi men rang uchamdan ma gelamga. Ha, bu jungelam ovoylab jumsaq rang ichida. Unda o'z necha pulni qilamiz? 9 ko'y 9 bo'lib ketdimi bu? Ha, mau 9 ko'y 9 mo bo'g'ay. Mau 9 ko'y 9 mo bo'g'ay. Endi men jumaq bekda istaysiz. Jumaq bek osini 9 ko'yda faoliyat qilib bermay. Ha, Chinglong tavan 9 ko'y qilib beray. Chinglong tavani 9 ko'y qilib bermay dedingiz a? Voy, qo'shmang deymi? Mani ko'rsin. Men 9 ko'ydan qildiqdan keldikmi? Ha, manda kelam bo'lsa, siz deganda 9 ko'y qilib beray. Ha. Endi haqimda deydigan qimmat yurtganingizda bu qimmat yug'ashma bir yer bor. Bu gelam qurgandika o'zi ko'ziga top o'ylab qoldigan. Ya unda dog'lar, axlatlar chiqmaydigan shu qarang men bu do'konda yang olgandek ma gelamlar mana. Bitta bo'lmasa do'stlarimiz. Bu bittilar emas, men ma gelamni ko'rsiz baştaq mana. Malni ko'rsiz baştaq, malni ko'rsiz baştaq. Onda olsa Chinglong gilamning hammasi 9 ko'yib ketdi ya. Aningda Jong gilamning hammasi 9 ko'y 9 bo'lib ketdi. Ha. Mana har qanday xarida gelam qurib, ne qilgan urib, ne qilmoqchi bo'ldi. Gelam xarida yarım haqsiz deb pul degan gapni og'zimga olmayman. Men juydigan gilamni men xili baka hamdi. Menda qarsam, ravrusamdi. Oldingi jisma faoliyat qilib bergan nurg'ulg'an do'stlarimiz foydalanibdi, nurg'ulg'an do'stlarimiz ham foydalanmay qolibdi. Endi oyat juvatqiningizmi shunchalik pakiz jupsiz endi menga yardi. Endi shu mashi gelamni sal qimmat olgan gelam o'tdi endi. Qimmat olgan endi faoliyatni azan qilib qo'ydik demakchimi? Ha, undaq deb ketmayli. Endi men bu oldi kelganning o'zi hisob bo'lsin. Bundan keyin kelganlar endi faoliyat hisob bo'lsin. Hisob bo'lsin. Hisob bo'ldi? Ha. Unda bo'lsa telefon nomeringizni bir deb bering. Telefon nomerim 137 79 81 97 22. Men ayrim gap qilgan ash quloqni og'ritib mash gilam yurishdan faoliyat qilib beringlarsan, gilam yurishdan faoliyat qilib bering degan do'stlarimizga mash filmni ko'plab taqib qo'yamiz. Gilamni men ravurs yutgansiz, faoliyatni beshga qildi loban. Va ya bir 10 kun qildi, jaqinmayli. 10 kun qilib yaqin keling deyman. Ash qurban aytqichi bo'lib kelsin. Voy qurban aytqichi, voy bir oydan jiq vaqt bo'lsa. Ha, bir oydan jiq vaqtda foydalanib, gilam deganni 1-2 soat jug'ul olgan emas. Endi mashlanga bir vaqt ketgan-ku. Ha, mash qurban aytqichi men uyingdagi mash mehnatchilikni bir gilamni bir chip-chisa qilib tuqqanlarimiz undan bo'lsa ashla qilib bergan bo'ldingiz a? Ha, qilib beray. Ha, bu yana adres bo'lsa Shaharnaya, ya'ni mana shu Xushnava restorani, Order restorani deydiganning qiypashudlik joylashgan Pimpang rayonidagi do'kon ismi nima? Oltin Chotka gilam yuvish markazi degan yer. Undan bo'lsa mash gilam yug'izdim degan do'stimiz dal mushakka sala bo'ldi. Undan bo'lsa mush filmni barliq do'stlarimiz ko'plab taqdim qilgan. Rahmat sizlarga.